Yo, hammaga salom sizlar. Uzbek Horror Gaming kanalidasiz. Bugungi videomizda Fernet nomli o'yinni birgalikda tomosha o'ynab ko'ramiz. Xo'sh, bu o'yinni Telegram kanalimdan topishinglar mumkin. Telegram kanalim linkada yoki Telegramda Uzbek Horror Gaming kanali deb yozsanglar chiqadi. Xo'sh. Demak, birinchi o'rinda bu yerdan chiqib olish kerak. Bu o'zbeklar o'yiniga juda ham o'xshayapti lekin. Chunki chiroq yo'q. Ana USB juda kerakli narsa. Oxirida olamiz. Hozir qo'lni band qilish niyatim yo'q. Salam alaykum. Alaykum assalom. Uy, Apti basharangga sarimsoq piyoz. Birinchisida bo'lmasa ikkinchisida yutamiz. Ichari shashgan o'yinchi o'yinga yolchimaydi. Bu shunaqasi bormidi? Buni o'zimiz to'qib chiqaramiz. Demak, birinchi o'rinni ketkizib olaydi qayergadir. Qadam tovush kelib, ana, abdi basharangga uray seni. Uy. Men qana ko'rmayapti, qo'ldonim u. Shularga bo'lsa, qo'ldaga tiqib olganmi? Yo tövbe. Sekin hujyapti ya. Quloqim garang ekan. Mayli, nima bo'lsa ham bizning foydamizga. Tezroq borib. Endi bu safar har o'yin kirganda narsalar, o'yindagi narsalarning joyi almashadi. Bu mana endi bag'da foyda bo'lib qoldi bu. Har o'yinda har xil joyda foyda bo'ladi. Yugur. Yugur. Yugur, aptinga uray. Oyasingan tovuq, yugur. Nima ekan? Şurada jim o'tirish kerak. Vay, Zaynabiddan kelib qo'yayanda. Mana soat o'zi qayerda ekan? Har o'yinda ovozi eshitiladi. Uy. Bu kechani meni sahar qiladi bu. Bu o'yinni o'ynashdan oldin eng avvalo bu Zaynabiddin edi. Birinchi o'rinda Doridangni chuvonlar. Ko'rib qoldim yana. Kulmay yo'la. Yaptinga uray seni.
Yugur. Bu ketishcha menga sahar qiladi bu yurakni. G'alatib qo'ydi bu. Nalati. Ajarimdan bir necha yil oldin o'ldirib yubormag'im. O'yinda yaxshi va yomon tomonlarga keladigan bo'lsam, o'yinda aniq buglar bor, turli xil. Sizlar foydalaringga ham, ziyonlaringga ishlaydigan ekan. Lekin bunaqa oddiy telefonlar ham ko'taradi. Shaxsan men Redmi Note 11 da o'ynayapman. Undan bas ayarlarim yoki boshqa boshqa pastroq telefonlarim bemalol ko'taradi. Tamam, qurib ketdi. Bu Zaynabdan chiqmaydi hech a. Ay, bu Zaynabdan qayda yuribdi ekan? Montajda kesib yuboraman. Yana va nihoyat chiqdi ya. Men kran chaqirib turdim, hojpochga tushib ketdi deb. Ay, Zaynabdan adını o'qilasan endi. Siz yo'qol. Barakat. O'zining o'zi aqlan baqa yuraverar ekan-da. Hozir kim nima bo'lganini bildi. Bilganlar darhol kametga. Bular fizika qonunlarini buzishyapti. Götürüp Buldu. Hoppa. Uy. Omadimni ishlatib qo'ydim. Yillik omad ketdi. Yaptı beşerengi seni sarımsak yaz. Yuqal. Gitti. Yugurish kerak endi. Mana. Tezda uni narsani olsam bo'ldi. Hojisini dog'i. Biroq men undan narsani ushlash o'ylasam jirkanyapti. Iloji yo'q, qochish uchun nima o'qimaymiz? Voy barakat. O'z yugurib qochib ketsa bo'ladi. Tezroq. Koş, yürü. Hey, dur ben yürü. Nalati yürü. İltimas görmegen bolsun. İltimas. Yana bir marta gittik. Yana bir marta. Buni qanday olmadim, ko'p kelyapti.
YouTuber. Buni eshitganmasi passwordda 5230 ekan. Ellik ikki. Давай. Duxunga tam kelishga. Qattasan o'patsan. Давай, O'ldi. Va nihoyat yo'q qildim. Enasan buzib, shunaqa bo'ladi. Demak, endi bitta qiladigan ishimiz mana harakati. Ay. Umid qilaman, o'qim yetib qoladi. Voy mal. Hozir o'q tugaydi. Uyg'onib qolmasmidi uni? Voy onangni bolasi. Zo'rroqdan o'taychi. Tushding ana alatiya. Men yetmaymikin deb turdim. Voy. Ana yerdan o'tib olish kerak. Deyarli yutdim. So'nggi daqiqalar. Harakat. Normal men tushmayapti-chi. Va nihoyat. Ana portal ochildi. So'nggi daqiqalar va men g'olibman. 14 daqiqa 48 soniyada yutibman. Deyarli bir xil vaqt. Xullas, o'sha eski gap. Sizlar bilan Uzbuxoro Gamer kanali bo'ldi. Like bosish va obuna bo'lishni unutmanglar.